Assalomu alaykum, apparatchi akalarimiz. Ko'pchilik tayyor apparat izlayapti. Mana sizlarga bir komplet tayyor holatdagi apparatimiz bor. Mana shu apparatimiz sotiladi. Xo'p, ichida nimalar borligini sizlarga bitta aytib o'taman. Nizamiz 650 Challenger originali 2 dona, ya'ni bir juft 650, yana bir juft Adel 1200 qo'yilgan. 4 ta nizamiz bor. Sredinamizga bo'lsa Makkonlen turibdi. Mana 2 ta Makkonlen va 2 ta A51 A500 qo'yilgan. Xo'p, pesharkamizda bo'lsa BM neodimli pesharkalar qo'yilgan. Tayyor holatda kolonkalar 100% tayyor. Xo'p, pultimiz Dynacort aktivni 2-versiya, River haqiqiy saqlanib qiladigan. Mana shu pultimiz o'zi saqlanib qiladi. Bundan ko'pchilik izlayapti. Original desam bo'ladi 100%. Xo'p, bu yerda mikrofonimiz bor, Shure 2 tali va K8000 sredinamizga ulangan kanisimiz. Buni bilgan bo'lsanglar, internetdan ko'ringlar, $1000 dan baland. Mana shu kanisimizning narxi. Va Yamaha 9500S 4 kilovatli kanisimiz va ikkilasi ham 4 kilovatdan 8 kilovat. Agar monitor qo'shimcha qilmoqchi bo'lsanglar, mana Dynacort o'ziga ulab ishlatsanglar bo'ladi. Kabellari, mikrofonlari, stoykalari bilan bor. Narxiga keladigan bo'lsa $2500. Nizalarimizda ikkitasida o'ralgani bor. Bu haqida sizga to'liq ma'lumot beramiz, telefon qilsanglar. Narxini kelishamiz. Hammasini chexollari bor, ustiga yopiladigan chexollari bor. Mana kolonkalarni ko'ringlar. Orqa taraflari juda ham ajoyib holatda turibdi. Qisqasi akalar tayyor. Kimga qiziq bo'lsa, mana pastdagi raqamdagi telefon qilsanglar bo'ladi. Manzilimiz Kattaqo'rg'on shahar, Samarqand viloyati.